Mata yumkinu an attasila bika. Sizga qachon telefon qilsam bo'ladi? Mata qachon degani, yumkinu mumkin bo'ladi. An bu harakat nomi ish moq qo'shimchalari, attasila birinchi shaxsniki, telefon qilsam ya'ni telefon qilmoq. Bika sizga degani oxiridagi ka qo'shimchasi bu erkak kishiga sizga deyapti. Agar biz qiz bolaga qarab aytsak, biki bo'ladi. Mata yumkinu an attasila biki. Sizga qachon telefon qilsam bo'ladi degani qiz bolaga qarab. Xo'p, biz agar boshqa fe'llar ham bilsak, mana bu gapni boshqa gapga o'zgartirsak bo'ladi. Misol uchun mata yumkinu an attasilani olib tashlaymizda o'rniga azhaba qo'yamiz. Misol uchun bormoq fe'li zahaba. Sizning oldingizga qachon borsam bo'ladi. Yoki adkhula sizning oldingizga qachon kirsam bo'ladi kabi o'zgartirsak gapni bo'ladi bu yerda. Chunki muhimi fe'l.